Sulton! Bek Sulton! Bek Sulton! Bu 2003larning shepi kelibdi, 2003larning liboyga javob beryapti. Faqat ish bo'yicha ko'ramiz. Qani yeb bera olasizmi? Xudo xolasa 1 metrlik lavashimizni. Qani ko'ramiz. Tayyormisiz? Vaqt ketdi bolalar. Bosamiz qani. Lavash ta'mi qanaqa ekan, ukam? Yaxshi ekanmi? To'g'ri, bosing. Birinchi minut o'zida mana уже почти 20% yeb qo'ydilar. Biz ham bundan xalapenyo beramiz. Bu xalapenyomiz, bilasizlar, ishtahani ochadi. 1 metr emas, 10 minut ichida 2 metr lavashni ham yeb qo'yasizlar bu bilan. Bu ketishda ukamiz xalapeno bilan 3 tani ham tiqib yuboradi. To'g'rimi? To'g'ri. Ozgina vaqt qoldi, mana уже 3-minut mana уже yarmini yeb bo'ldi-da уже. Уже почти mana ikkinchi patnisini ham bitiryapti. Ukamiz kelishidan oldin 2 kosa ovqat yeb qo'yganman deb aytayapti. Men 8 minut bo'ldi, lekin yeyolmayman deyapti, qo'lini ko'taryapti. Afsuski, shu yerda to'xtatyapmiz, bu yog'i ketmaydi deyapti. 2003larning pahlavonlari bormi? Shu videoni 2003larga tashab qo'yinglar. Bera olarmikin bizani 1 metrlik tandir lavashimizni? Qanaqa ekan o'zi? 10 minut esa bo'ladimi o'zi? Bo'ladi aka. Agar ovqat yemaganingiz to'sha